Buyraklarimizning vazifasi siydik chiqarish emas. Buyraklarimiz qonni tozalab, organizm ichki muvozanatini boshqaradi. Biz bilgan siydik esa ushbu jarayonda ajralib chiqadigan chiqindi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan buyrak mavzusida gaplashamiz. Buyraklarimiz qorin orqa devorining yuqori sohasida, umurtqa pog'onasining ikki yon tarafida joylashgan. O'ng buyragimiz yuqori sohasida jigar, chap buyragimiz yuqori sohasida taloq joylashgan. Jigarimiz taloqqa nisbatan yirik organ bo'lganligi sababli o'ng buyragimizni biroz pastga surib qo'ygan. Buyraklarimizning shakli loviyasimon, rangi och qo'ng'ir, har bir buyragimizning og'irligi esa 150 grammdan. Buyraklarimizning ichki botiq qismi buyrak darvozasi deyiladi. Darvoza orqali arteriya qon tomirlari va nervlar kiradi. Vena qon tomiri, siydik nayi va limfa tomirlari chiqadi. Endi esa men sizlarga buyraklarimizning ichki tuzilishini tushuntiraman. Buyraklarimiz tashqi tomondan qoramtir po'stloq, ichki mag'iz qavatlaridan iborat. Xuddi shu joyda men sizlarga ushbu qavatlarni hosil qilgan nefronlar haqida ma'lumot beraman. Nefronlarimiz buyraklarimizning tuzilish va funksional birligi hisoblanadi. Har bitta nefron uzunligi 50-55 mm. Ikkala buyragimizda jami 2-2,5 million atrofida nefronlar bo'ladi. Har bitta nefronimiz Shumlyanskiy-Bauman kapsulasi, kapsula ichida malpig'i chigali, birlamchi ilonozi naycha, genli halqasi va ikkilamchi ilonozi naychalardan tuzilgan. Xuddi shu yerda Shumlyanskiy-Bauman kapsula, birlamchi va ikkilamchi ilonozi naychalar buyraklarimizning po'stloq qavatida joylashgan. Genli halqasi esa buyraklarimizning mag'iz qavatida joylashgan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Shumlyanskiy-Bauman kapsula, birlamchi, ikkilamchi ilonozi naychalar po'stloq qavatida joylashgan. Aynan genli halqasi esa buyraklarimizning mag'iz qismida joylashgan ekan. Endi ikkilamchi ilonozi naychalarimiz yig'uvchi naychalarga tutashgan bo'ladi. Yig'uvchi naychalarimiz buyrak po'stlog'idan boshlanadi va ichki mag'iz qavatidagi piramida so'rg'ichlariga tutashadi. So'rg'ichlarimiz esa buyraklarning o'sha piramida qavatidagi so'rg'ichlar esa buyrak kosachalariga tutashgan bo'ladi. Endi esa buyraklarimizning umumiy ichki tuzilishiga qaytamiz. Buyraklarimiz tashqi tomondan qoramtir po'stloq bilan qoplangan. O'sha po'stloq qavatning qoramtir moddasi buyrak mag'iz qavatidagi piramidalarning asosini va oraliq qismini to'ldirib turadigan buyrak ustuncalarini hosil qiladi. Buyraklarimizning mag'iz qismida joylashgan piramidalar buyrak bo'shlig'iga o'girilgan ichki tomonda so'rg'ichlar hosil bo'lgan. Ushbu so'rg'ichlar buyrak kosachalariga botib kiradi. So'rg'ichlarning uchki qismida naychalar joylashgan bo'lib, buyraklarda hosil bo'lgan siydik avval naychalar orqali buyrak kosachalariga, mana ko'rib turibsiz, kosachalarga oqib keladi. Kosachalar o'zaro birlashib yagona buyrak jomini hosil qiladi. Buyrak jomi buyraklarimizning mag'iz qismida joylashgan. Jom asta-sekin buyrak darvozasi orqali chiqadi va torayib siydik yo'lini hosil qiladi. Siydik yo'li diametri 6-8 mm, uzunligi 25-30 cm keladigan ikkita silindr nay ko'rinishida bo'ladi. Ushbu siydik yo'li kichik chanoq bo'shlig'ida qov suyagining orqasida joylashgan qovug'imiz bilan tutashadi. Qovuqlarimiz hajmi 500-700 cm kubgacha bo'ladi. Siydikka to'lgan vaqtda tuxumsimon shaklga kiradi va shu paytda uni ko'tarilgan cho'qqisi, oldinga yo'nalgan tanasi va tub qismini farqlaymiz. Qovuqning tub qismidan ikkita siydik yo'li va ulardan siydik kanali boshlanadi. Qovuq devori 3 qavat, ichki shilliq qavat, o'rta muskulli va o'rta silliq muskulli tashqi biriktiruvchi qavatdan iborat bo'ladi. Aynan ichki shilliq qavatda burmalar bo'lib, siydik to'lgan vaqtda ushbu burmalar yoyiladi. Ko'rishingiz mumkin, siydik chiqarish kanalining ikkita yon tomonida muskullar joylashgan bo'lib, ushbu muskullar sfinkterlar deyiladi va qovuqqa siydik to'lgan vaqtda sfinkterlar qisqaradi va siydik yo'lini yopadi. Siydik chiqarish jarayonida esa ushbu muskullar bo'shashadi va siydik chiqarish jarayoni sodir bo'ladi. Shuning bilan, hurmatli kuzatuvchilar, bugungi darsimiz yakunlandi. Bundanda qiziqarli mavzularni men bilan birga o'rganish uchun YouTube kanalimga obuna bo'ling. Like bosishni unutmang.